Assalomu alaykum. Men Yozyovon tumanidan keldim. Yoshim 28da. Menda o'sha burun suyak to'sig'ini qiyshiqligi muammosidan o'sha yoshligimdan qiynalardim. Yoshligimda yiqilganmanmi? Asosan nafas olishga qiynalardim. Ayniqsa raddomda tug'ruq jarayonlarida rosa qiynalardim. Bu muammoga men nazar doktor yordamlari bilan, Xudoga shukr, bu muammodan qutuldim. Operatsiya mahalliy narkoz yordamida bo'ldi. 20 minut davomida bo'lib o'tgan bo'lsa, hech qanaqangi og'riqlarsiz hamma muammolarimdan qutuldim, alhamdulillah. Mana 10 kun ichida hamma ichidagi podushkalar o'shalarni ham olib, mana bugun yakunlandi. Xuddiki butun tanam bilan nafas olayotgandayman. Bu mana shu burun muammosi bo'yicha, burun to'siq suyagi, ichida go'shti, har qanaqangi burun muammolar bo'yicha, tomoq, quloqdagi muammolar bo'yicha bemalol men Nazarov doktorni tavsiya qila olaman. Rahmat sizga doktor Tanijon Isovov.